Bekobod shahar fuqarolarining Qurbon Sharipov ustidan yozgan shikoyatlari. Qurbon Sharipovni kirdikorlarni yoritib bergan ismi sir bo'lib qolishini istab bizga qilgan murojaati. Qurbon Sharipov shu kunlarda Bekobod shahriga qaytib kelib, o'zining xoslik tanishlari Abdurasulov Shuhrat, Toshmatov Otabek, Baxtiyor Chara qimorboz, Abduhalil Otabek valyutachi, Otabek Imom Xatib, To'xtamurod Bekobod savdo MChJni sovg'a qilgan. Firzod Esonov, O'tkir Komilov, Baxtiyor Komilov, Musayev Obid, Umid, Sobir, Alisher, Faxriddin, Inom neft bazasi. Shu shaxslar 12 million dollar yig'ib berishib, Sharipovni qo'llab-quvvatlashgan. Bu pullar bilan Sharipov organning yuqori boshqaruvini sotib olish uchun sarflanishini aytib, shotirlarini ruhlantirayapti. Qurbon Sharipov hozirda haydovchisi bo'lib ishlaydigan Bekobod shahar Malligez mahallasida yashovchi Abdumannob ismli shaxs chegaradan aylanma yo'llardan foydalanib, Sharipovni qarindoshlarini va yaqinlarini olib o'tish, noqonuniy mollarni olib kirish va rasmiylashtirish va olib chiqish faoliyatini olib bormoqda. Qurbon Sharipovning yaqinlaridan biri Beyjon o'zining Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning xavfsizlik xizmati boshlig'i bo'lib ishlaganman deb tanishtirib, Bekobod aholisi o'rtasida vahima solish bilan shug'ullanibgina qolmay, Bekobod shahridagi qarovsiz qolgan uylar, qarovchisi yo'q qariyalarning uylarini bosqinchilik yo'llari va zo'ravonlik yo'li bilan sud va notarius orqali o'ziniki qilib olgan. Qurbon Sharipov uydagi ishlarni bajarib yuruvchi Zohidga Bekobod stansiyasidan O'zmet kombinat darvozasigacha bo'lgan hududda temir yo'l vagonlaridan metallom o'g'irlash va uni qayta sotish nazoratini berib qo'ygan. Qurbon Sharipov Karvon montaj korxonasini 3-may 2017-yildan beri doimgidek majburlab skvajina qaziysan deb pul bermasdan ishlatib kelyapti. Natijada Bekobod tuman 46-hududda shartnomasiz Abduhalil Orzimatov va Qurbon Sharipov bosimi ostida skvajina qazish joyida Bahrom ismli shaxs ish jarayonida hayotdan ko'z yumdi. Qurbon Sharipovni ismi noma'lum bo'lgan sinfdoshi Baxti Ugar, jiyani Dilshod laqabi To'g'onlar chegara postidan noqonuniy olib o'tishadi. Sharipovni sinfdoshi o'z vaqtida Tojikistonning xavfsizlik xizmati bo'lib ishlab kelayotganligi O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik tomonidan aniqlanib, Toshkent shahrida qo'lga olinadi va ko'p muddatli qamoq hukmi bilan qamaladi. Sharipov qamoqxona rahbariyati yoki uni himoya qilib yurganlar bilanmi, kim bilan bo'lsa-da millionlab AQSh dollarida pul sarflab, gaplashib, jiyani va sinfdoshini qamoq jazosidan ozod qiladi. Hozirgi kunda uning sinfdoshi Qurbon Sharipov himoyasida hech qanday hujjatsiz O'zbekiston Respublikasi hududida yashab kelmoqda. Qurbon Sharipov o'zi kim?